Toshkentda shunday bir muborak maskan borki, u yerda vaqt to'xtab qolgandek tuyuladi. Bu Hazrati Imom majmuasi. Asrlar davomida ilm va iymon nuri taralgan bu muqaddas zaminning tabarruk go'shasida Toshkentning birinchi piri Hazrati Abu Bakr Qaffoli Shoshiy maqbarasi qad rostlagan. Ammo bugun biz faqatgina me'moriy obida haqida gaplashmaymiz. Bugungi hikoyamiz mana shu maqbara soyasida ulg'aygan va yurtimiz diniy hayotida yangi davrni boshlab bergan mashhur Boboxonovlar xonadoni haqida. 10-asr islom olamining oltin davri. Imom Buxoriy va Termiziylar yoqqan ilm mash'alini Toshkent tuprog'ida aynan Abu Bakr Qaffoli Shoshiy baland ko'tardilar. U zot nafaqat ulug' faqih va olim, balki qaffol, ya'ni mohir qulfsoz ham edilar. Ammo u zotning eng katta mahorati insonlar qalbidagi qulfni ilm kaliti bilan ochishda edi. Mana 10 asrdirki, u zot Toshkentning ma'naviy posboni bo'lib kelmoqdalar. Qaffol Shoshiy hazratlaridan meros qolgan o'sha qadimiy ilm chirog'i sho'rolar davrining eng suronli va og'ir yillarida o'chib qolish arafasida edi. Lekin Yaratganning irodasi bilan Boboxonovlar sulolasi bu olovni qayta yoqishga, diniy qadriyatlarni qulflangan eshiklar ortidan qayta olib chiqishga muvaffaq bo'ldilar. Mana shu xizmatlariga munosib ravishda Shayx Eshon Boboxon va Shayx Ziyovuddinxon hazratlari vafotlaridan keyin aynan Qaffoli Shoshiy maqbarasiga Hazrati Imomning yoniga dafn etildilar. Endi esa keling, mana shu tirik tarixning xazinaboni bo'lgan Boboxonovlar fondiga yo'l olamiz. Boboxonovlar kimlar edi? Mazkur sulola vakillari Shayx Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon, Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon va Shayx Shamsuddinxon Boboxonovlardir. Ular ketma-ket 3 avlod davomida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi muftiysi sifatida faoliyat yuritganlar. Ularning sa'y-harakatlari bilan sho'rolar davrining eng og'ir yillarida masjidlar, madrasalar qayta ochilgan va muqaddas Qur'oni Karim ilk bor nashr etilgan. Aynan Boboxonovlar sulolasining tashabbusi bilan Buxorodagi Mir Arab madrasasi va Toshkentdagi Imom Buxoriy nomidagi Islom instituti faoliyati tiklangan. Ular diniy ta'limni tizimli yo'lga qo'yish orqali mintaqada jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashganlar. Fond qoshidagi muzey ekspozitsiyasi boy va rang-barang. Bu yerda sulola vakillarining qo'lyozma asarlari, turli davlat rahbarlari tomonidan berilgan yuksak mukofotlar va nodir suratlar saqlanmoqda. Xususan, Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari xalqlar o'rtasida tinchlikni saqlash, yer yuzida do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlash ishiga katta hissa qo'shganligi uchun Livan, Marokash, Iordaniya va bir qancha davlatlarning oliy ordenlari bilan taqdirlangan edilar. Davlatimiz rahbari ajdodlar xotirasini e'zozlash va ularning ilmiy merosini o'rganish borasida alohida tashabbuslarni ilgari surib kelmoqdalar. Mazkur fondning tashkil etilishi va faoliyatining qo'llab-quvvatlanishi ham ma'rifatparvar allomalarga bo'lgan yuksak hurmatning ifodasidir. 2023-yil O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda marhum Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlariga oliy darajali Imom Buxoriy ordeni berildi. Mazkur ordenni prezidentimiz shaxsan o'zlari Ziyovuddinxon hazratlarining qizlari Muxlisaxon ayaga topshirdilar. Yurtimizda ilm ma'rifat chirog'ini yoqishdek sharafli vazifada qoyim bo'lgan Boboxonovlar sulolasi nomini e'zozlash va xotirasini qadrlash maqsadida bugun diniy ma'rifiy sohada faoliyat olib boruvchi O'zbekistondagi eng yirik bosmaxonalardan biriga Shamsiddinxon Boboxonov nomi berildi. 2022-yil 16-iyun kuni Muftiy Boboxonovlar shaxsiy fondidagi qo'lyozma, toshbosma asarlar hamda tarixiy hujjatlarni O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga beg'araz topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir so'ngida ushbu boy merosni fond rahbari
Jamoliddin Boboxonov markaz kutubxonasi va muzeyiga tantanali ravishda topshirdi. Xulosa qilib aytganda, Boboxonovlar fondi bu ma'naviyat va millatga sadoqatning o'chmas timsolidir. Agar siz O'zbekistondagi islom madaniyatining yaqin o'tmishiga nazar tashlamoqchi bo'lsangiz, albatta bu maskanni ziyorat qiling. Bu yerdagi har bir lavha sizni ma'rifatga va hozirgi imkoniyatlarni qadrlashga chorlaydi.